Bismillahirrohmanirrohim. Tabbat yada tabbat deganda t'da at bo'lib chiqadigan sifatini bersa chiroyli chiqadi qiroatda. Yada deganda mad munfasil kelayotganligi uchun, ya'ni mad harfi hamza bilan yo'liqayotganligi uchun 4 harakat cho'ziladi. Barmog'imizda 1 2 3 4 deb sanab cho'zamiz. Abida b'da tagiga yo qo'shib yozilganligi uchun mad tabiiy kelyapti. Ya'ni oddiy 1 2 deguncha cho'zish kerak. Abi 1 2. Lahabi va tab. Lahabi mana tagida qing'ir tanvin kelyapti. Notekis, ya'ni ikkita bir xilda turmaydigan tanvin kelyapti. Idg'omda belgisi. Ya'ni shunaqa tanvin tekismas bo'lib keladigan bo'lsa, o'zidan keyingi harf yashilda yozilgan yoki bo'lmasa vav yokida ya, mim, nun bo'ladigan bo'lsa, ichiga kirib ketadi va ushlab turiladi. Ya'ni g'unnali idg'om bo'ladi. G'unnali idg'omda 4, 5, 6 deguncha ba'zan ushlab tursa bo'ladi. G'unna nima degani desa, g'unna burundan chiqadigan ovozda g'unna deyiladi. Lahabin va tab, ya'ni dimog'imizdan chiqadigan tovushga g'unna deyiladi. G'unnali idg'om degani idg'om kirgizib yuborish degani, ya'ni mana tanvinda mana vovga kirgizib yuborishimiz idg'om, uni ushlab turib dimog'imizdan o'qishimiz g'unna bo'ladi. G'unnali idg'om deyiladi ikkalasi. Va tab oxirida b'da ham tashdidli b kelyapti, ham sukun bilan to'xtayotgani uchun qalqala qilib va tab deb to'xtaymiz. Ma ag'na, ma da ham xuddi mana mad munfasil kelyapti. 4 harakat cho'zamiz. Ag'na da mana nundan keyin kichkina alifcha mad tabiiy kelyapti. Buni ham 1 2 deguncha cho'zamiz. Madni belgisi. Mana yo yozilganiga e'tibor bermaymiz. Yo yozilgan bo'lsa ham ustida alif turgan bo'lsa a qilib cho'ziladi, ye qilib emas. Ag'na deb, ag'ni deb emas. Chunki bu yo belgisi hisobda mana bu alifni ko'tarib turish uchun kelgan narsani singari xolos. Bunga matematik alifga e'tibor beramiz. Anhu maluhu, anhu da nunda aniq bildirib o'qiymiz, izhor kelyapti. Anhu maluhu da mimdan keyin mad tabiiy kelyapti. Hu dan keyin ham mad tabiiy kelyapti. Mana bu kichkina vovcha ham mad hisoblanadi. 1 2 deguncha cho'zamiz. Va ma da ham mimdan keyin mad tabiiy ham 1 2 deguncha cho'ziladi. Kasab, bunda qalqala kelyapti. Sayasla, bitta sot sukunini beramiz. Sayasla bo'lib ketmasin. Sayasla sot sukunini berib turib, lamga og'zimizni ochib yorsak, ina yaxshi chiqadi. Lamdan keyin mana yana mad tabiiy kelyapti, kichkina alifda. Naran zata, bu yerda ixfo kelyapti. Bu yerda ham mana qing'ir tanvin kelyapti. Qing'ir tanvin degani o'qilmaydigan tanvin degani, yo kirib ketadi yo yashiriladi, shunga o'xshab. Bu yerda yashiradigan kelyapti, ya'ni ixfo kelyapti. Z'da chiqadigan joyga o'zi aslida naron bo'lib tanvin o'qilish kerak edi. Endi biz z'da olti kelganlik uchun bu tanvinni mana z'da chiqadigan joyga yashirib bekitib qo'yamiz. Z qanday chiqadi? Tepadagi tishlaringizni qirg'og'iga tilingizni uchi tegib chiqadi. Ashirga obori deb qolasiz. Naron zata, zdan keyin alif mad bor. Naron zata lahab, lahab b'da qalqala bor. Va amroatuhu, shekka e'tibor beraylik, ko'pchilik va amroatuhu deb o'qiydi. Mana bu yerda faqat vovda asi bor xolos, boshqa a yo'q. Va amroatuhu deyish uchun va yana bitta a bo'lish kerak. Bu yerda a yo'q. Va amroatuhu, hamma o'rtadagi alifni mana seri och svetda yozilishligi o'qilmaydi degan belgisi. Undan keyingi harf sukun bilan boshlanishligi mana buni bunga urishtirishimiz kerakligi. Vam deb. Vamroatuhu, vamroatuhu bo'lib ketmasin. Rodan keyin alif kelyapti. Alif kelyapti-yu, mad deb olmaymiz, chunki bu yerdagi alifning ustida harakati bor. Harakatli alif mad hisoblanmaydi. Hamzani ustida kelsa ham, alifni ustida kelsa ham, ikkalasi ham bir xil o'qilaveradi.
oxirida vav mat kelyapti. Va imroatuhu hammalatal mim mana bu yerda tashdidli kelyapti. Tashdidli mim g'unna hisoblanadi. Ushlab turamiz. Hammalatal hatab 4-5 deguncha barmog'imizda sanab o'rganib ketgunimizcha mashq qilsak bo'ladi. Hatab va qalqala. Fi doim tagida mat bilan birga yoziladi. Fi jidiha jdan keyin ham bor. Cho'zish 1-2 deguncha. Jidiha hdan keyin og'zimizni katta ochib yorsak mat yaxshi chiqadi. Hablum bda qalqala. Hablumda g'unna mana tanvin mimga yo'liqyapti. Kirgizib yuboramiz tanvinni mimga. Mana ushlab turamiz tashdidli. Hablum mim masad ikkita g'unna bir joyda. Hablumda mimda ham, mim masadda ham ikkalasida ham g'unna. Ushlab turamiz ikkalasini ham. Hablum mim masad. De oxirida qalqala. Alloh manfaatli qilsin.